هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure Hadid tefsiri 12. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvendi dehtanlağa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri, Uygurca tercümesi, Hadid suresi 12. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. O günde mümin erlani, mümin ayallarını körsen ki ulanın nuri ulanın olduda ve ulanın on tarafıda mağıdı. Ulağa bugün sizlerge astıdan östenle iqturduğun cennetler bilen hoş haber verildi. O yerlerde mengü kalısılar. Bu ulug muvaffaqiyettir deyildi. O günde münafık erler, münafık ayallar müminlerge bizni kütüp durunlar, sizlerning nurunlardan azraq alaylı deydi. Ulağa mesxire yüzüsidin arqanlarga qaytib nur tilanglar deyildi. Şunun bilen ularning arasıga bir sepil soquldu. Sepilning darvozasi bo'ladi. Darvozaning ichi tarafida rahmat, teshida azob bo'ladi. Ular mu'minlarni biz sizlar bilan birga emasmidik deb to'laydi. Mu'minlar shundoq, lekin sizlar o'zinglarni fitnaga soldinglar. Ya'ni ko'rinishda biz bilan birga bo'lsanglarmi, lekin o'zinglarni munofiqlik bilan halok qildinglar. Mu'minlarga baloy ofatlar kelishini kutdinglar. İslam dinidan shakllandinglar. Allohning rahmatining kengligiga bo'lgan quruq arzular sizlarni oldidi. Taki sizlarga o'lim keldi. Shayton sizlarni Allohning afu qiladiganligi va azob qilmaydiganligi bilan oldidi deydi. Bugün sizlerden ve kafirlardan fidye ilinmaydı. Cayınlar devzaktur. Devzak sizlerge en layıktır. Devzak nimi degen yaman cay? Kıyamet günü müminlerge ulanın emellerge yarışa nur berildiğanlık doğrusuda. Allah Teala bu ayette sadık kılgıcı müminlerden haber verip kıyamet günü ulanın nuri, ulanın emellerine yarışa kıyamet meydanında ulanın oldığı mağdıganlıkını bayan kıldı. Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anhuma Allah Teala'nın ulanın nuri, ulanın oldığı mağdı diyen ayet hakkında mundaq deydi. Ula emellerine karıta pılsarat köyrükidin ötüdü. Ulanın bazılarının nuri tağdek çoğun buludu. Bazılarının nuri xormedek buludu. Bazılarının nuri öğrü tuğan ademdek buludu. Uladın nuri en az boğanlarının nuri kolunun baş parmağıdek çoğunlukta bulup bir yiyinip bir ölçüp durdu. Bunu İbn Ebu Hatem ve İbn Cerir rivayet kıygan. Zehhak mundaq deydi. Kıyamet günü hem Adem'ge nur berildi. Ula pılsırat köyrügiga yetip bağanda munafiqlarning nuri öçüp kalıdı. Bunu kögen müminler özlerinin nurlarının munafiqlarning nuri öçüp qalğanidek öçüp gelişinden qo'rqib, Rabbimiz bizga nurimizni to'liq bergin deb tilaydi. Ve ulanın on tarafida Zehhak bu ayet hakkında mundaq deydi.
ya'ni ularning o'ng tarafida ularning nomi amallari mangadi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: nomi amali o'ng qo'lidan berilganlar o'zlarining nomi amalini o'qiydi. Ularga qilchi zulm qilinmaydi. Alloh taolo mundaq deydi: ularga bugun sizlarga ostidan o'stanglar iqib turadigan jannatlar bilan xush xabar berildi. U yerlarda mangu qolasizlar. Bu ulug' muvaffaqiyatdir deyildi. Munofiqlarning qiyomat kunidagi ahvoli to'g'risida. U kunda munofiq erlar, munofiq ayollar mu'minlarga: bizni kutib turinglar, sizlarning nuringlardan azroq olayli deydi. Mana bu Alloh taolo tarafidan qiyomat kuni, qiyomat maydonida yuz beradigan qattiq qo'rqinish, katta zilzila va dahshatli ishlardan berilgan xabardir. Bu kunda Allohga va uning payg'ambariga iymon keltirgan, Alloh buyurgan ishlarni qilgan ve Allah to'sgan ishlardan yongan kishilarlar nijotlikka erishadi. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. Avfi, Zahhak ve başkalar İbn Abbas radıyallahu anhumanın mundaq deganligini rivoyat qiladi. Odamlar qorong'ulik ichida qolgan bir vaqtda Allah bir nur avatidi. Mu'minlar bu nurni ko'rib shu tarafga mangadi. Bu nur Allah'ın mu'minlarni cennetga boshlaydigan yo'lidir. Munofiqlar mu'minlarning mang'anligini ko'rib ularga ergishib mangadi. Shuning bilan Allah munofiqlarga qorong'ulikni avatidi. Shu chaqda ular: bizni kutib turinglar, sizlarning nuringlardan azroq olayli. Biz haqiqatan dunyoda sizlar bilan birga edik deydi. Mu'minlar ularga masxara yuzsidan: arqanglarga qaytib nur tilanglar. Sizlar kelgan qorong'ulik ichiga qaytib berib shu yerdan nur tilanglar deydi. Shuning bilan ularning orasiga bir sepil so'qildi. Sepilning darvozasi bo'ladi. Darvozaning ichi tarafida rahmat, teshida azob bo'ladi. Hasan va Qatada: u sepil cennet bilen devzaq arasıga sokulgan sepildir dedi. Abdurrahman ibn Zeyd: u Allah Taala'nın ularning arasida bir tosma boludu degan oyatidagi tosmaning dal o'zidir dedi. Mujahid va bir qancha kishilarning mushundaq deganligi rivoyat qilingan. Qatada ve başkalar darvozaning ichi tarafida rahmat, ya'ni cennet ve uningdagi noz ne'matlar, teshida azob bo'ladi, ya'ni devzaq bo'ladi deydi. Ular mu'minlarni: biz sizlar bilan birga emasmidik deb to'g'laydi. Ya'ni munofiqlar mu'minlarni: biz dunyoda sorunlarga sizlar bilan birga qatnashgan, sizlar bilan birga jamoatlashib namoz o'qigan, haj qilamiz deb Arafatda sizlar bilan birga turgan, sizlar bilan g'azotlarga chiqqan ve başka farzlarni sizlar bilan birlikda qilgan emasmidik deb to'g'laydi. Mu'minlar shundaq, ya'ni mu'minlar munofiqlarga javob berib: shundaq, sizlar haqiqatan biz bilan birga edinglar, lekin sizlar o'zinglarni fitnaga soldinglar. Ya'ni ko'rinishda biz bilan birga bo'lsanglarmi, lekin o'zinglarni munofiqlik bilan halok qildinglar. Mu'minlarga baloyi ofatlar kelishini kutdinglar. İslam dinidan shaklandinglar. Allohning rahmatining kengligiga bo'lgan quruq arzular sizlarni oldi deydi. Qatada bu oyatni mundaq tafsir qiladi: sizlar islom diniga ve mu'minlarga baloyi ofatlar kelishini kutdinglar.
o'lgandan keyin qayta tirilishdan shaklandinglar. Allohning rahmatining kengligiga bo'lgan quruq arzular sizlarni oldi dedi. Ya'ni sizlar bizga mag'firat qilindi dedinglar va hayotga mushundaq davom qildinglar. Taki sizlarga o'lim keldi. Shayton sizlarni Allohning abu qiladiganligi va azob qilmaydiganligi bilan oldi deydi. Qatada mundaq deydi. Ular shaytonga aldangan edi. Allohning nomi bilan qasamki, ular shaytonning oldishiga go'llanib ketaverib, hattoki Allohning ularni davzaqqa tashlashdan iborat jazolashiga erishdi. Mu'minlarning munofiqlarga aytgan bu so'zlarining ma'nosi, sizlar dunyodagi chaqda biz bilan birga niyatinglar va dilinglar bilan emas, balki jisminglar bilan birga bo'ldinglar. Sizlar biz mangan yo'lga gumon va shak bilan qaraytdinglar. İbadetleringlarni kishilarga ko'z tutish uchun riyo bilan qilatdinglar. Allohni oz yod etdinglar deganlikdir. Mujahid mundaq deydi. Munofiqlar mu'minlar bilan dunyo ishlarida terik edi. Ular bilan nikohlashatdi. Sorunlarda birga bo'latdi ve yaqin aralashatdi. Ular oxirat ishlarida o'lik edi. Qiyomat kuni ularning hammasiga nur berildi. Munofiqlar shu sepilga yetib borganda ularning nuri o'chib qoladi. Shu chaqda mu'minlar bilan ularning orasi ayriladi. Joyinglar davzaqdir. Ya'ni davzaq sizlarning borar joyinglardir. Sizlar shu joyga qaytsizlar. Alloh taolo mundaq deydi. Davzaq sizlarga eng loyiqdir. Ya'ni sizlar kufrlik qilganliginglar va o'lgandan keyin terilishga shakti bo'lganliginglar uchun davzaq sizlarga boshqa har qanday joyga qaraganda eng loyiqdir. Davzaq nima degan yomon joy? Mu'minlarga ularning dillari Allohning zikriga va nozil bo'lgan haqiqatga, ya'ni Qur'on oyatlariga eriydigan vaqt yetmadimi? Ular ilgari kitob berilgan, ya'ni Yahudiylar va Nasoralardek bo'lmasin. Ular bilan payg'ambarlarning orliqidagi zamonning uzirishi bilan ularning dillari qetib ketdi. Ularning nurg'uni Allohning itoatidan chiqquvchilardir. Bilinglarki, Allah ziminni o'lgandan keyin terildirdi. Ya'ni qoqos, qurg'oq ziminni yomg'ir bilan ko'kartirdi. Biz haqiqatan sizlarni tushunsin deb sizlarga kamoli qudratimizni ko'rsatadigan dalillarni bayon qildik. Mu'minlarni Allohdan qo'rqishga rag'batlantirish va ahli kitoblardek bo'lib qolishidan to'sish to'g'risida. Allah Teala mundaq deydi. Mu'minlar Allohni yod etgan va'z nasihatlarni va Qur'on oyatlarini anglagan chaqda munofiqlarning dillari Allohdan qo'rqib, Allohning oyatlarini tushunishga, uningga bo'ysunishga, uni berilib anglashga va uningga itoat qilishga yetarlik bo'lmadimi? İmam Muslim Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Biz islomga kirishimiz bilan Allohning bizni mu'minlarga ularning dillari Allohning zikriga va nozil bo'lgan haqiqatga, ya'ni Qur'on oyatlariga eriydigan vaqt yetmadimi degan bu oyat bilan ayblanishning orliqida faqat 4 yil o'tgan edi. Bu hadisni Imom Nasaiy bu oyatning tafsirida rivoyat qilgan.
ular ilgari kitob berilganlar, ya'ni Yahudilar va Nasaralardek bo'lmasin. Ular bilan payg'ambarlarning orliqidagi zamonning uzirishi bilan ularning dillari qetib ketdi. Alloh taolo bu oyatda mu'minlarni ulardan ilgari kitob berilgan Yahudi va xristianlarga o'xshab qilishdan to'sidi. Ular bilan payg'ambarlarning orliqidagi zamonning uzirishi bilan ular qo'llaridagi Allohning kitobini o'zgartdi. Uni oz pulga sotdi. Allohning kitobini orqalariga cho'rib etib, har xil qarashlarga, bir-biriga zid bo'lgan fikrlarga yuzlandi. Odamlarni Allohning diniga qarg'ulachi egishadigan qilib qo'ydi. Ular Allohni qo'yib, o'zlarining diniy boshliqlarini, o'limalarni va rohiblarni ma'bud qilib oldi. Ayni shu chaqda ularning dillari va'z nasihatni qabul qilmaydigan, jannat bilan berilgan va'daga ishonmaydigan, davzax bilan berilgan ogohlantirishdan qo'rqmaydigan darajada qetib ketdi. Amal ibodat qilishda ularning nurg'uni Allohning itoatidan chiqquchilardir. Şuna ularning dillari buzuq, amallari botildir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: ahdini buzganliklari uchun ularni rahmatimizdan yiroq qildik. Ularning dillarini iymonni qabul qilishga yumshamaydigan darajada qattiq qildik. Ular Tavratning so'zlarini o'zgartib etdi. Ular Tavratda o'zlari uchun qilingan nasihatning bir qismini unutdi. Ya'ni ularning dillari, aqidalari buzuq bo'lganligi uchun qetib ketdi va ularning tabiatiga Allohning oyatlarini burmalash xohishlari singib ketdi. Ular buyurilgan ishlarni qilmay, aksicha cheklangan gunoh ishlarni qildi. Shunga Alloh mu'minlarni cho'ng yoki ushoq ishlarning hech birida ularga o'xshab qolmaslikka buyurdi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Bilinglarki, Alloh zaminni o'lgandan keyin terildirdi. Ya'ni qoqos, qurg'oq zaminni yomg'ir bilan ko'kartirdi. Biz haqiqatan sizlarni tushunsin deb sizlarga kamoliy qudratimizni ko'rsatadigan dalillarni bayon qildik. Bu oyat Alloh taolaning dilla qetib ketgandan keyin uni yumshatadiganligini, azg'unlar gumroh bo'lgan, gumroh yo'lga kirib ketgandan keyin ularni hidoyat qiladiganligini, ig'irchiliklar kelgandan keyin uni osonlashtiradiganligini ko'rsatib berdi. Alloh qurg'oq, qoqos, cho'ldirib ketgan zaminni sharqirab yoqqan yomg'ir bilan terildirganidek, Qur'onning ro'shan dalil pakitlari bilan qetib ketgan dillarni hidoyat qildi. Hech narsa qabul qilmagidek darajada etilib qolgan dillarni hidoyat nuri bilan davolaydi. Barliq nuqsonlardan pok bo'lgan Alloh xohlagan kishini u gumroh bo'lgandan keyin hidoyat qilguchidir. Xohlagan kishini u komil mu'min bo'lgandan keyin gumroh qilguchidir. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. La havla va la quvvata illa billah. Alloh xohlagan ishni qilguchidir. Barliq ishlarni hikmat va odillik bilan qilguchidir. Alloh nihoyat mehribondir, hammadan xabardordir, hammadan buyukdir, hammadan ustundir. Elhamdülillah, yuqorida Sura Hadid tafsiridan 17. oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.